Rossiyskiy lazerli urvinlarimizga keldi. Ko'pchilik kutayotdi. Bu 4D'si bo'ladi. Bitta ko'ringlar, maza qilishinglar aniq. Mana sekin hozir ochamiz. O'zingizlar ko'rasizlar, bahoni berasizlar. Yaqinroq ko'rsataman. Rossiyskiy lazerli urvinlarimiz. Shunday qo'lingizga mana shunaqa upakovkada boradi. Mana shunaqa plombani o'zingizlar sekin ochib olasizlar mana. Hoppa, kontrol kачества deb qo'yilgan. Endi ichiga bitta bahoni berasizlar ko'rib. Hamma narsasi komplektida. O'zini oyog'i ham komplektida, mana kichkina oyoqchasi ham bor. Komplektida ikkita mana lazer turibdi. Hozir ko'ramiz. Как раз testdan ham o'tdi bu. Tushib ketsa qo'ldan nima bo'ladi deyshadi. Hech narsa bo'lmasa kerak, hozir ko'ramiz. Hoppa. Ishlatyapti-da. Mana. Bitta ko'ringlar. Eng qizig'i, komplektida mana shunaqa o'zini pulti ham bor, distansionniy mana. Qale. 4D. Qaranglar, ko'pchilik 4D ni biladimi yo'qmi tushuntirib o'tib ketaman qisqacha. Bitta lazer, ikkita lazer, uchta lazer, tegida ham bor. 4 ta lazer bo'ladi. Mana. Hamma narsasi yozilgan. 20 metrgacha plus minus 3 millimetrgacha pogрешность bor. Juda ham zo'r bu. 360 gradusga urib beradi. 4D. Komplektida ikkita dona batareykasi, o'zini ochkisi, podstavkasi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin magnitniy podstavkasi, ya'ni buni qo'yib, mana bu joyga qo'ysanglar ham ishlab turaveradi. Juda ham maza. 4D lazerli urvin, oyog'i ham komplektida. Mana shunaqa chamadonda bo'ladi. Chiroyli chamadon, xarakteristikasi, hamma narsasi o'zida idealniy qilib rus tilida yozilgan. Tushunarli qilib mana. Высокая точность, hamma narsa, kompaktniy razmer, lегкий вес, mana bu yerda hamma narsasi bor. Yoqdimi yo'qmi? 559 mingga arzidimi yo'qmi? Fikringizni kommentariyada kutamiz. Like bosish esdan chiqmasin. Bunaqa lazerli urvinlar kamdan kam bo'ladi. Sonlari chegaralangan, ulgurgan ulgurdi.